Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana sizlarga bugun bozor. Shularning narxi bilan. Bular bambukdan hammasi. Bambuk ekan materiali. Narxi necha pul bo'lyapti? 65 ming Pachkaga 65 ming so'm ekan, donagachi? 70 Donaga 70 ming so'mdan ekan. 50 dan 56 gacha 50 dan 56 gacha rasmiy. razmer ekan. Qayergacha bu? Shu hozir aytganimiz shu birinchidan boshlanadi. Mana bu joygachami? Ha, bitta rasvetga. Shularning narxi aytildi hozir, ha? Keyin razmeri aytildi mana. Materiali bambuga. Bunisini ham bambuk ekan, ha? Bu ikkalasi rasvetga ekan. Necha pul deyapsiz? Ularimiz 55 ming. Pachkaga? Pachkaga, ha. Pachkaga 55 ming so'm, donagachi? 60 ming so'm ekan. Razmeri nechtalik bo'lardi? 4 talik. Necha? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmeri. Endi bulari mana birdan boshlanadi. Zamoga bolalar o'zi ikkita ekan bu yerda. Hop, necha pul bu? 48, ha, bu 60 ming. 60 ming so'm. Pachkaga 55 ming so'm qilib berishaveradi. Donaga necha pul? 60 ming. Ha, donaga 60 ming so'm, pachkaga 55 ming so'm. Materiali bambuk. 48 dan boshlanadi razmer. 54 gacha ekan. Ko'ylaklarimiz ham soni az qoldi o'zi. Bitta, ikkita, uchta. Pastda ilinmaganlari ham bor yana. Pastda ochiq nimalari bor ekan. 48 dan 54 rasmiy. 1, 2, 3, 48 dan 54 gacha razmer. Pachkaga narxi 55 ming so'm, donaga 60 ming. 60 ming so'm. Xo'p, bunisichi? 60 ming. Bular ham 60 ming so'm ekan pachkaga. Donaga necha pul bu? Mana gullari. 65 ming so'm ekan donaga. Razmeri 48 dan 54 gacha ekan bularniki ham. Endi bu tomonda anor gulliklari necha pul deyapsiz ularni? Ularda 45 ming. Miramira bular. Miramir, ha. 45 ming so'mdan pachkaga, donagachi? 50 ming. 50 ming so'm donaga. Razmeri 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer ekan. Bu zamoga bolalari. Bularimiz 50 dan 56 gacha. Bular ham 50 dan 56 gacha razmer. Materiali bambuk. Donaga necha pul bu? Donaga 75 ming. Donaga 75 ming so'm, pachkaga 70 ming. 70 ming so'm ekan. Zo'r. Bunisichi? Bular ham. Bular ham bir Rasvetkada, ha, bir xil. 4 xil rasvetka. zo'r, mana. Qimmat toshlardan qo'yganmiz. Telefon nomeri nechi? Hozir. 91lik. 91lik Xo'jayinimniki. 057 telefon nomerlari 91lik 057 057 26 21. 26 21 ga telefon qilaverasizlar. Shu mahsulotlar kerak bo'lsa. O'zlang birinchi qo'lsizlar, o'zlang ishlab chiqarasizlar. Chiqaramiz. Mana klientlarga chiqaryapmiz ham, qoplab olib qo'yganmiz sizlar. Telefon qilaverasizlar mana. Donaga, pachkaga sotiladi. Razmeri, materialining narxi, o'sha materiali nima ekanligi aytildi. Bu ishlarimiz yangi chiqdi, mana shular. Mana shu xalatu, mana shu toshli ko'ylaklar. Bugun Zo'r. Oldin videoni o'sha boshidan oxirigacha ko'rib, yaxshilab ko'rib, keyin telefon qilinglar ekan.